Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Sotlaydigan avtomobil, yuk avtomobil, agregat texnikalaringiz bo'lsa, bizga reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Biz texnikalaringizni YouTube'ga, OLXga, avtoe'lonimizga reklama qilib beramiz. Mana endi birin-ketin sotlaydigan texnikalar bilan tanishsak, bizni sotlaydigan texnikalar mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan T28 traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning holati yaxshi, hamma joyi soz holda. Bu texnikamizning zadnimoz korobkalarida 1 gram ovozi yo'q, yarim kalitda zavodit bo'ladi. Qo'shimcha agregati bor, tilishkasi, uni ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Tilishkasining ham bramalari butun, 4 tala baloni ham yangi. Ikkalasining ham dokumenti joyida deb aytib o'tmoqda. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 25 million so'm. Meni ham kelishiladigan joyi bor, kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotlaydigan texnikamiz Surxondaryo viloyati Denov tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi Agromosh 85T traktori. Belarus motor, 2014-yil. Motor korobka zadnimoslari ochilmagan. Hamma joy soz holda, ideal traktor. Olasiz, ishlatasiz. Qo'shimcha agregati chizildi, pligi bor. Uni ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 130 million so'm. Meni ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Robię ze sobą. Z tobą drobinę, dra. Parny gufty tam. Mondum z tobą darować, to prawda. Pochodzę jak jedda. Bizda navbatdagi sotlaydigan texnikamiz Namangan viloyati Uychi tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi T28 traktori. Bu traktorning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda, yarim kalitda zavodit bo'ladi. Balonlari 80%. Zadnimoz korobkalarida umuman shovqini yo'q. Olasiz, ishlatasiz. Qo'shimcha agregat tilishkasi ham bor. Uni ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 25 million so'm. Meni ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning holati yaxshi, hamma joyi soz holda. Xarajat holda turibdi. Olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 90 million so'm. Meni ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlar, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Samarqand viloyati Urgut tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi 3 kolsali T28 traktori. Bu traktorning holati yaxshi, hamma joyi soz, zadnimoslarda ovozi yo'q. Olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini telefonda yoki texnikani ustida kelishamiz deb aytib o'tmoqda akamiz.
Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarini akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like va podpiska bosishni ayamang. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Unda sotiladigan texnikalar bilan birinchilardan bo'lib tanishishingiz mumkin. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, bizga reklama xizmatiga bog'laning. Biz texnikalaringizni YouTube'ga, OLX'ga, avtoilomizga reklama qilib beramiz. Shahboz aka. Ha? Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Samarqand viloyatidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi MTZ82.1 traktori. Bu traktorning ishlab chiqarilgan yili 2004-yil ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, hamma joyi soz holda. Yarim kalitda zavodit bo'ladi. Bexarajat texnika. Zadnimoz korobkalarda shovqini yo'q. Olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 115 million so'm. Yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Qashqadaryo viloyati Koson tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning ishlab chiqarilgan yili 1992-yil ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, hamma joyi soz holda. Yarim kalitda zavodit bo'ladi. Zadnimoz korobkalarda 1 gram shovqini yo'q. Olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 55 million so'm. Yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini akamizning o'zidan olishingiz mumkin.